Bunyodbek soch qanaqa olamiz? Dilmurod aka, soch antenna bo'lib ketgan, tikka shuni chiroyli formaga keltirib bering. Bo'ldi, bu tikkaliklarni yotqizish uchun o'zingiz ham bilasiz, soch yana o'sishi kerak. Yojik sochda o'zi yo kaltaroq yo uzunroq qilasiz, shunda bilinmaydi tikkaligi. Hozir siz oxirgi marta kaltaroq forma berganingiz uchun bu o'sgan nitida turibdi-da. Yo, buni hozir men ozgina yo'llarni, kantovkalarni qilib, orqalarini qilib o'stirishga nosda berishim kerak yoki kaltaroq qilib, bilintirmay yojik joylarini chiroyli qilib berishim kerak. Qaysi birini qilamiz? Sizga kaltaroq ma'qulmi, uzunroqmi? Havolasiz ketdi, bemalol chiroyli qilib kalta qilib, uy sharoitida ham quritib ketadigan qilib bersangiz ham mayli. Bo'ldi, uydan bemalol o'zingiz quritishingiz uchun, o'zingiz ham eplab olishligingiz uchun cho'lkalarni ham ozgina kaltaroq qilib, yo'llarni, orqalarini kaltaroq qilib chiroyli qilib beraman. Bir marta gapirganda, bir marta ko'rsatib berganim yaxshi. O'zgarishga tayyormisiz? Tayyorman. Qalay bo'ldi Bunyodbek? Voy, Dilmurod aka, maylagandan so'ng chiqibdi. Nimalar qilib tashdingiz? Soqolini dot, Soqol zo'r. Kalta bo'lsa ham yo'llarni ozgina kantovka qildim, normal turdi, o'zingizga yarashdi. Soch chiqaring, bemalol o'zingiz uyda quritib, vosk surib ozgina qo'lingizda bardakroq qilsangiz, mana shunaqa ko'rinishga keladi. Orqa formalaringizni ham ancha to'g'riladim, xohlasa. O'zingizga yoqdimi, Glamis? Rahmat aka, menga yoqdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.